Umurtqa pog'onasining kasalliklari orasida disk churrasi, disk grija kasalligi hozirda yangilik emas. Bu kasallik bilan ko'pchilik joyga murojaat qilishadi, lekin natija olishmaydi va shundan so'ng bemorlarda shunday xulosa bo'ladiki, grija yaxshi bo'lmaydi, grija so'rilmaydi. Endi bir shunday vaqti bilan og'riq qoldiruvchi dorilar olib, vaqtincha yengillatish mumkin degan xulosa qilishadi bemorlar. Lekin unday emas. Grijani boshqa kasalliklardan farqi, boshqa kasalliklarda faqat dori-darmon bilan yaxshi bo'linsa, grijalarda unaqa emas. O'zining tartibi bor. Tartibi shundan iboratki, birinchisi rejim, ya'ni tartib. Og'ir ko'tarilmaydi, vaqtincha o'tirilmaydi, ko'p yurilmaydi. Ikkinchisi medikament, ya'ni dori-darmonlar. Uchinchisi fizioterapiya yoki reabilitatsiya muolajalari. 5 kun, 10 kun bemor yotib, davolangandan keyin bo'ldi, bu bilan yaxshiman degan xulosaga kelish noto'g'ri bo'ladi. Undan keyingi davolash kursi, ya'ni davolash etapi uyda davom ettiriladi. O'sha mashqlar 1 yil davomigacha yoki undan ko'proq muddatda bo'ladi. Ana o'shanda natija beradi.